Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan histologiya va embriologiya fanidan epiteliy to'qimasi mavzusi bilan gaplashamiz. Epiteliy tushunchasi va histologiyadagi roli. Sizga ma'lumki, epiteliy to'qimasi butun teri yuzasini ichki organlar shilliq qavatini qoplab turadi. Epiteliy termini birinchi marta 1701-yilda Rush tomonidan qo'llanilgan. Bu termin terining mikroskopik tuzilishini o'rganish davomida ishlatilgan bo'lib, histologiya faniga oid asosiy tushuncha hisoblanadi. Bu odam va hayvonlarning tanasida keng tarqalgan va epiteliotsit hujayralardan tarkib topadi. Epiteliy to'qimasi qatlam-qatlam bo'lib, organlarni o'rab turadi va chegaralovchi vazifani bajaradi. Epiteliy tuzilishi va funksiyalari. Epiteliy to'qimasi qoplovchi va bez epiteliysiga bo'linadi. Ovqat hazm qilish sistemasini qoplovchi epiteliy moddalar almashinuvini ta'minlaydi va parchalangan ovqatni qon va limfa tomirlariga so'rilishida ishtirok etadi. Ayrish organlari epiteliysi esa moddalar almashinuvidan hosil bo'lgan chiqindi moddalarni tashqariga chiqaradi. Himoya funksiyasiga keladigan bo'lsak, teri epiteliysi mexanik va kimyoviy zararlar hamda infeksiyalardan himoya qiladi. Bez epiteliysi esa ichki va tashqi sekretsiya bezlarini tashkil etib, sekret va gormonlar ishlab chiqaradi. Epiteliy to'qimasining o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, ular hujayralari yonma-yon zid joylashib, oraliq moddasi deyarli bo'lmaydi. Hujayralar bazal membrana ustida joylashib, membranani oziqlanishini ta'minlaydi. Nafas olish sistemasi epiteliysi hujayralari apikal qismida kiprikchalar bo'lib, havo tozalashda ishtirok etadi. Ichak epiteliysining apikal qismida mikrovarsinkalar ovqat moddalari so'rilishini ta'minlaydi. Hamda ko'p qavatli epiteliyning hujayralari qatlamlarga bo'linib, morfologik farq qiladi. Masalan, terida, tirnoqda va tuk hosil bo'lish jarayonlarida. Epiteliyning eng muhim xususiyatlaridan biri bu regeneratsiya va qayta tiklanish xususiyati hisoblanadi. Epiteliyning organizmdagi muhim vazifalari quyidagilar: himoya vazifasi, moddalar almashinuvi, ajratish funksiyasi, sekretsiya vazifasi, nafas olishga yordam berish funksiyasi, regeneratsiya va tiklanish xususiyati hamda tashqi va ichki muhitni chegaralash kabi eng muhim funksiyalarni bajaradi. Epiteliy to'qimasining klassifikatsiyasini 3 ga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Bular morfologik, fiziologik va genetik klassifikatsiya. Morfologik klassifikatsiyasiga keladigan bo'lsak, bu epiteliyni tashqi tuzilishiga ko'ra turlarga ajratib chiqish mumkin. Demak, ular bir qavatli va ko'p qavatli epiteliyga bo'linadi. Bir qavatlining o'zi bir qavatli, bir qatorli va bir qavatli ko'p qatorli turlarga bo'linadi. Ko'p qavatli epiteliy hujayralari shakliga qarab, ular yassi, kubsimon, silindrsimon kabi turlarga ajratiladi. Morfologik tasnif epiteliy hujayralarining tuzilishini ko'rish va o'rganish uchun juda ham qulay hisoblanadi. Fiziologik klassifikatsiyasi esa epiteliyning vazifasiga qarab tasniflanadi. Masalan, qoplovchi, so'ruvchi, sekretsiya qiluvchi, ayiruvchi va tanosil epiteliysi kabi turlarga. Genetik klassifikatsiya bu epiteliy to'qimasining embrional rivojlanish jarayonida 3 manbadan kelib chiqqanligi haqida aytib o'tiladi. Ular ektoderma, endoderma hamda mezoderma. Epiteliy to'qimasining rivojlanish manbalari haqida aytadigan bo'lsak, ektodermadan teri, og'iz bo'shlig'i, burun bo'shlig'i epiteliysi rivojlanadi. Embrionning endoderma qavatidan ovqat hazm qilish va nafas olish tizimi epiteliysi hosil bo'ladi. Mezoderma qavatdan esa qon tomirlari, serus pardalar hosil bo'ladi. Nevroektodermadan markaziy asab tizimi epiteliysi, masalan, ependima nevroektodermadan hosil bo'ladi. Mezenximadan ba'zi epiteliy to'qimalari, masalan, limfa tomirlari epiteliysi aynan mana shu mezenximadan rivojlanadi. Epiteliy to'qimasining tuzilishi va xususiyatlari haqida aytiladigan bo'lsa, qatlamlarning soni bo'yicha epiteliy to'qimasi bir qavatli, masalan, ichak epiteliysi yoki ko'p qavatli, masalan, teri epiteliysiga bo'linadi. Hujayra shakliga binoan esa yassi, kubsimon yoki silindrsimon kabi turlarni farqlashimiz mumkin.
apikal, bazal, avaskulyar kabi turlar ham mana shu epiteliy to'qimasining tuzilishi va xususiyati hisoblanadi. Qoplovchi epiteliy organizmni tashqi va ichki ta'sirdan himoya qiladi. So'ruvchi epiteliy esa oziq moddalarni so'rishda ishtirok etadi. Kiprikli epiteliy nafas olish yo'llarini qoplab, havoni tozalab, namlab, ilitib, himoya qilib beradi. Sekretsiya qiluvchi epiteliy bezlar orqali sekret va gormon ishlab chiqaradi. Ayrish epiteliy esa metabolik chiqindilarni organizmdan chiqaradi. Genetik tasnifiga ko'ra epiteliy to'qimasi ektodermadan kelib chiqqan turlariga teri, so'lak va ter bezlari, og'iz bo'shlig'i epiteliylari kiradi. Endodermadan kelib chiqqan epiteliylar bir qavatli epiteliy bo'lib, oziq moddalarni so'rishda va organizmni himoya qilishda ishtirok etadi. Mezodermadan kelib chiqqan epiteliy ayrish va tanosil organlari epiteliysi hisoblanib, mezotelining turli vazifalarni bajaruvchi turlari hisoblanadi. Ependema bu glial epiteliy hisoblanib, orqa miya va miya qorinchalar yuzasini qoplaydi. Endoteliy bu mezenximal epiteliy bo'lib, qon va limfa tomirlarini ichki yuzasini qoplab turadi. Epiteliy to'qimasi bilan bog'liq kasalliklar. Bularni aytib o'tishimiz kerak. Masalan, karsinoma. Bu epiteliy to'qimasini rivojlanadigan o'sma bo'lib, ko'plab saraton turlarining asosiy shakli hisoblanadi. Bronxit bu nafas yo'llari epiteliysining yallig'lanishi bo'lib, kiprikchali epiteliy funksiyasining buzilishi bilan bog'liq. Psoriaz bu teri epiteliysining yangilanish jarayoni buzilishi natijasida yuzaga keladigan surunkali, yuqumli kasallik hisoblanadi. Gastrit oshqozon epiteliysining yallig'lanishi, sekretsiya funksiyasining buzilishi natijasida yuzaga keladigan kasallik hisoblanadi. Va siydik yo'llari infeksiyalari. Bunga siydik yo'li epiteliysining yallig'lanishi, masalan, sistit, epiteliy to'qimasining himoya funksiyasi buziladi. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz